Men Qashqadaryodan Toshkentga kelib, 4 yil ichida 3 ta hostel ochgan oddiy yigitman. Assalomu alaykum. Men ismim Avloqulov So'hrob. Men 1995-yil Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida tug'ilganman. Bugun Toshkent shahrida 4 yil ichida mehmonxona biznesi bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Hozir Toshkent shahrida qulay lokatsiyalarda 3 ta hostelimiz ish faoliyatini yuritib kelmoqda. Bugungi sahifamda men sizlarga mehmonxona biznesi, pul ishlash tajribasi, hayotiy saboqlar, o'zim o'rgangan bilim va tajribalarni sizlarga ulashmoqchiman. Meni maqsadim odamlarni sog'lom, boy va muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam berish. Agar siz ham biznes bilim va pul ishlash va rivojlanish haqida bilimlarni bilmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat